Alo Zulfi, o'rtoqlaring bilan gapingga panta ko'la senga tushganmi? Duo qilib tur, halol yo'l bilan 50 ta suv olib boraman. Bo'pti, xo'p. Akajon, assalomu alaykum, hurmanglar. Ash trenddagi milliy lavashingizdan bitta tayyorlab beringlar. Nima? U pishguncha bitta kolangizdan bering, aka, iltimos. Bo'ldi, aka. Mana kolangiz, aka. Lavash hozir tayyor bo'ladi. Aka, sizlarda ash milliy lavashning ichiga shashlikni qo'shibchi, zo'r qilar ekan ona haykali to'g'risida. Pishay deguncha birorta kola bering, yomon tomon. Tarib bityapti. Bizni milliy lavash o'shaning uchun trendda yuribdi-da, aka. Hozir kola berdim shekilli, aka. Uzr lekin charchagan bo'lishi mumkin-da, aka. Endi hammamiz ham odammiz, mana aka kola. Yo'q, charchagan bo'lsangiz tushunaman, aka. Hammamiz ham insonmiz-ku. Aka, sizlarda ertalab 8 dan kechqurun 12 gacha ishlab zo'r qilasizlar-a? Aka, ash suvingizdan bitta bering, o'yda turibdi, bersangiz bo'ldi-yu. Aka, soat 12 gacha ishlaymiz, undan tashqari dastavkalarimiz ham bor, aka. Aka, izdivatsiya qilyapsizmi odamni? Hozir 2 ta kola qo'ydim mashaga. Nima qilyapsiz? Cho'ntagingizga tiqayapsizmi, aka? Mana Sizlarga vafshi tushunmadim, aka. Klientga shuni muomala qiladimi? O'zidan o'zi bergan bo'lsangiz ichib o'tirardim-ku. Nima? Orqamga yurib qo'ying, tiqilib qoldim. Aka, lavashim tayyor bo'lay dedimi? Bo'lmasa tayyorlab turing, aka. Yomon tiqilib qoldim, suv ichib kelaman pishguncha. Tayyorlab turing, ha? Xo'p. men endi 3 ta kola berdim hozir bunga. Nima bo'ldi? Ishtiqasi fildikmi? Alo Zulfi, yaxshi duo qilsan shekilli. Namangan shahar Obilbansan to'g'risida milliy lavashda 50 ta kolani hal qildim. Nima? 40 ta non? Hal qilamiz, duoda bo'l Zulfi.